Ayni paytda biz qochib yuribmiz, insonlardan bekinyapmiz. Lekin ular bizni juda uzoq qidirishyapti. Ha, biz shunchaki shu tomda o'tiribmiz, ular esa bizni hali ham topishgani yo'q. Biz shunchalik zerikkanimizdan challenge qilishni xohladik. Hozirgi vaqtda biz zerikayotganimiz uchun buni hamma qilayotganini bildik. Shuning uchun bugun biz butun kunni shu yerda quyosh ostida o'tkazishga qaror qildik. Biz vampir bo'lganimiz uchun biz quyosh ostida o'tira olmaymiz degan mishmishlar yuradi. Lekin bu umuman unday emas. To'g'ri, bu bizga unchalar ta'sir qilmaydi. Zamonaviy muhitda, bino ichida insonlarga vitaminlar yetishmaydi. Shuning uchun sizlarga ko'proq quyosh nuri kerak. Ancha vaqt o'tgandan so'ng shu yerda ko'chada o'tirish qanchalar ajoyib. Xullas, biz bu yerda quyosh ostida o'tirganimizda birinchi bo'lib qilishimiz kerak bo'lgan ish mashq. Ha, tanamizni qizdirib olaylik. Qanday yaxshi. Quyosh nurlari bugun kuchliroqqa o'xshaydi. Menda yengil allergiya bor, lekin hali hech narsa bo'lmadi. Ketdik, qizishib olamiz. Okey, ketdik. Bunday o'tirib, quyoshni his qilish qanday mazza. Qalay. Vau, meditatsiya qilayotgan kishini bunday bo'lishi noto'g'ri. Haqiqatan qizib olamizmi? Odatda sen qaysi mashqlarni qilasan? Shug'ullanayotganda vaqtni o'ldirish uchun men shunchaki kapalak pozasini qilaman. Shunchaki shunday o'tirasan. Hamma odamlar shu yerdan o'tishyapti. Nega ular bunchalar ko'p? Bu juda g'alati. Qiziq, ular hammasi qayerga ketayotgan ekan? Rostini aytsam, bundan uzoq qila olmayman. Vau, juda emasmi? Hech bo'lmasam bunday pastlikkacha qilish kerak. Tura qol. Biz buni yaxshiroq bajarishimiz kerak. 1, 2, 3, 4 yangi mingillik gimnastikasi. Hech bo'lmasam shuni qilishni bilishing kerak emasmi? Biz balet bilan shug'ullanayotganimizga o'xshaydi. Kel kir yuvish bilan shug'ullanamiz. Anchadan beri bu ishni qilmagan edik. Kir quyosh ostida qurish kerak. Nega u bunchalar ko'p? Hozircha faqat shuncha yuvamizmi? Okey. Biz buni shunchaki aralashtirishimiz mumkin. Bu bunday qilinmaydimi? Buni qo'yib bunday yuvilarmidi? Nimadirlar yuvilyapti. Vau, qanday qilib insonlar buni 60 qilishgan? Qo'lda yuvish. Dunyo ancha yaxshilandi. Hozir esa biz faqat kir yuvish va quritish mashinasini ishlatamiz. To'g'ri, hozir hattoki ularni osishni ham kerak yo'q. Men quyoshda quritish yaxshiroq sterilizatsiya qiladi deb eshitganman. Balki farqi yo'qdir, chunki hozir mashinalar juda yaxshi. Bularni barchasini to'g'riga qo'yib yaxshilab sakralmasmidi? Yo xudo, bu ko'rpa. Biz ko'rpani ham yuvyapmizmi? Vau! Hammasi nazorat ostidan chiqib ketmoqda. To'xta, bu nima? Suv o'tkazmaydiganmi? Ko'rpa suv o'tkazmaydi. Balki shuning uchun uni ustidan odamlar sakrasa kerak. Odamlar uni ustidan bekorga sakramaydi. Biz uni to'liq qo'llashimiz kerak. Yo xudo, men juda qo'rqib ketyapman. Xullas, biz uni chiqarib Bu nimasi? Sen do'mbrada o'ynashni o'rganmaganmi? Men anchadan beri o'ynaganim yo'q. Men orkestrda barabanda o'ynaganman. Bir to'la kirlarni insonlardan qochib yuvish qanchalik qiyin. Voyey. Endi qanday qilib bularni osamiz? 1, 2 ko'tardik. Birinchi bo'lib biz uni qisishimiz kerak, suvi chiqib ketishi uchun. Sen tushunyapsanmi? Biz uni aylantirishda davom etmoqdamiz. Yo'q. Bu juda ham charchatyapti. To'xtab tur 1 daqiqa. Bu tomoni yana qo'l bo'lyapti. Yo'q. To'g'risini aytsam, bu quyoshga chidashdan qiyinroq. Biz bu yerda arqon tortish o'ynayapmiz. Shunday qilib suvni chiqariladi. Tayyor. Bo'ldik. Yaxshi ishladik. Ana, bunga qarang. Rostdan ham kir, ha? Xullas, biz kir yuvishni tugatdik. Mayli. Endi biz borib nimadir masali narsa yeb olamiz.
Xayr. 자, 이제 저희 Xullas, qiyin ishlaganimizni mukofoti sifatida biz mazza qilib go'sht yeymiz. 먹을 건데 Uni chiroyli qilib qovurishga harakat qilaman. 제가 또 고기 Menga go'sht pishirish yoqadi. Sen uni yomon pishirasan-ku. Men hech qachon bunda yomonman demaganman. Bu juda qalin go'sht ekan. U uzoq qovurilsa kerak. Bu yerga biroz qo'ziqorin ham qo'ygin, lekin biz buni hozir sepishimiz kerak emasmi? Ochiq emas ekan. 냄새는 좋네. Mazali ko'rinyapti. Bu juda ko'p. Shuncha sepish kerak emasmidi? Vau! 맛있겠다. Mazali ko'rinyapti. Sosiskalar ham qo'yish kerak. Bu inoki qo'ziqorinni ham qo'sh. 얘도요? Shimi? Ha. Kim sarimsoqni buncha ko'p yeydi? Sarimsoqni ham qovurish kerakmi? Bu xom sarimsoq. Lekin odamlar odatda xomini qovurishadi. Men hozir juda baxtliman. Men hozir bunday tomda barbekyu qilib juda ham baxtliman, to'g'risi. Ana bu bo'lakni aylantirib bor. Bilasanmi, menda har doim barbekyu xonada ishlash orzusi bo'lgan. Yana men kafexonada ishlashni ham xohlaganman. Senda hattoki bularni hazilakasimiga qilish ham o'xshamaydi-ku. Bu juda charchatadi. Bir daqiqa kutib turaylik. Bu quyoshni chidashdan qiyinroq. Bu shunchaki menda paydo bo'lgan kichik g'oya. Bu yoqqa ber, endi bu kesiladi deb o'ylaysanmi? U kesilmaydi. Menga esa o'xshaydidek tuyulyapti. Sen rostdan ham yarim qilib kesmoqchimisan? O'zim kesaman, ber. Sen uni bunday kesmashing kerak. Men bunday qilsang ham o'xshaydi deb o'ylamayman. O, kesilyapti. Ajoyib ko'rinyapti. Biroz qo'ziqorinlardan ham menga ular yoqmaydi. Qo'ziqorinlarni ye. Ular menga rostdan ham yoqmaydi. Menda qo'ziqorinlarga allergiya bor. Ular sen uchun foydalidir, lekin men uchun emas. Foydalisini ye. Men xohlamayman. O'zing ye. Unga nima bo'lgan? U bir maromda qovurilibdi. Rahmat. Vampirlar sarimsoqdan qo'rqadi degan mishmishlar yuradi, lekin men xom sarimsoqni juda yaxshi ko'raman. Lekin xom sarimsoqning hidi ertangi kungacha saqlanib qoladi. Men undan hidi tufayli qochaman. Unchalar yomon hid taratmaydi, to'g'rimi? Sarimsoq hid qoldirmaydi. Sen xom sarimsoq yemaysan, to'g'rimi? Yo'q, yemayman. Xomini tatib ko'r, sarimsoqni tatib ko'r. Urilgan emas, xom. Xom sarimsoqni samjonga botirsang mazali va uni samgapsal bilan yesang. Kel, qon ichamiz. Okey. Okey. Mana biz hamma go'shtni yeb bo'ldik. Kel, tugashga nimadir deymiz. Xo'p. Zing. Cheers. Xullas biz yugurib charchadik. Shuning uchun biz bir kunni quyosh nurlari ostida o'tkazish challenge-ini qilib ko'rdik. Juda qiziqarli bo'ldi. Bu vaqtni o'tkazishning eng yaxshi yo'li. Ammo biz ko'p vaqtimizni bu tomda o'tkazganligimiz uchun o'ylaymanki bizni kimdir ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz tezda boshqa joyga qochib ketishimiz kerak. Rostini aytsak, biz vampir bo'lib, tez yo'qolib qolish qobiliyatiga egamiz. Shuning uchun hozir biz yo'qolib qolamiz. 1, 2, 3.